Landa Ezodilni tug'ilgan kuni boshlandi. Sizlar bilan har doimgidek qalbi kristalni chistay sevariz live. Voy, tavba qildim, astag'firulloh. Voy, opa, bir og'iz aytganingizda uyimdagi archani bantigini ovolardim, qiynalib tiktirib o'tirmasdingiz. O'zingizcha zo'r fason topdim deb o'ylayapsiz-da. Tojimni. Mayli, ahamiyat bermaymiz. Ezodil o'zi hech qachon vkusi bo'lmagan. Qani ko'raylik-chi, kimlar kelibdi tug'ilgan kunga? O'zi tuzukroq odam bormi-ki mendan boshqa? O'lay, agar bittasini ham tanimadim. Hammasi qip-qizil bo'lib kiyinyapti. Tavba qildim. Bizaniki ham o'zicha dress kodni o'rganyapti. Xuddi bir nimani tushungandek, ataylab oq futbolkani kiyib keldim. Poplabmanmi? Tojimni. Voy, ensalarim estradasi. Men qayerga borsam ketimdan qo'ymaydigan chechenkaxon. Mendagi koftaga pullari yetmagan shekilli, hatto bu konvertni Gucci qilaman deb ichiga atiga 50 ming so'm solib, darrov tug'ilgan kunga yetib kelibdilar. Hozir kirib olib, maqtanishni boshlaydi. Ko'rmaganda ko'rgani qursin. Voy, men bu bechara ham xursand, chechenka menga $500 berdi deb o'ylayapti. Oppa, bunchalik go'l bo'lmay tug'ilgan kunim rasxoda chiqdi deb. Chechenka itdan battar pishiq-ku, men ham tug'ilgan kunimga 55 ming so'm solib kelgan past tojimni. Voy, gapimni eshitib qoldi shekilli. Nima to'g'risi-da, nima basharasini bujmaytiradi bu menga? To'g'ri gap tuqqaningga yoqmaydi tojimni. Voy, men bilan kim edi? Bo'ldi, zo'rg'a esladim. Bularni bunaqa o'tirishiga ishonmanglar. O'zidan sponi yasab olgan chin dugonalar Malika hamda Dildora. Kimdir brilliantini maqtanyaptimi? Olib qoling-a. Patxalim Nargiz ekan-ku. Yaxshi ham bittagina brillianti bor. Shuni hamma krukda maqtanadi. Yonidagilari o'ziga o'xshagan tipa yaqin dugonalar. O'zi bir-birini ko'rishga ko'zi yo'q, ochishga o'qi yo'q. Voy, egachilar, uni buni qo'yinglar. Bir payt shunday yonimga qarasam, chechenkaxon temadan qolib ketmaydi deb, qulog'idagi Urizordan olgan 55 ming so'mlik bijuteriyasini brilliantchi Barnoxonga ko'tarib turishi brilliantim og'irlik qilyapti deb aldab o'tiribdi. Как будто bu farqiga bormaydi-da. Voy, tavba qildim, astag'firulloh. Blogerlarga nima bo'lgan? Tojimni. Men bu ikkita ilonni yaxshilab eslab qolinglar. Men bularga yuringlar, o'ynaymiz, ovqat yegani kelganmisizlar desam, voy sevar, biz unga tushmaymiz bunaqa joylarda. Biz ovqatlanib, vohli uyga ketamiz deydi. Voy, bir payt qarasam, o'zi zo'rg'a turgan ekansan, nosqishlaringga o'laymi? Umikani qaranglar, arabchaga indiyskiy, madinasi o'zbekchasiga xiromlar ekan. Men basharasidan tanish kelmaydi. Hasan Husanlarni Husani yo'q, Hasani kelmabdimi? Tojimni. Sen orzingga ishon, taqdiringga ishon deb bechara Ezodil hali ham chechenka $500 berdi deb o'ylab o'yinga tushib yotibdi. Opa, bu yerda yema ichma, bo'l baxil, boy bo'lmasang men kapil deb mazza qilib o'yinga tushib yotibdilar. 55 ming so'm bilan qutuldim deb. Voy, bu biz qilganlarni komandasidan sal padash o'tirib oldik. Endi biz siqilmaymiz, chunki hamma narsamiz bor, pulimiz ko'p, ko'rib turganinglar deb. Nargiz ham malades, endi bildi kimga patxalimchilik qilish kerakligini. Qolganligi nima ham deymiz. Endi omad yuz o'girganda shunaqa ashulalar ko'ngilga yoqadi. Mayli, siqilmanglar, hammasi o'tkinchi. Biz ham hurmatimiz borligida sekin ketib ora qoldik. Hurmatimizni bilib, vaqtli ketamiz. Hamma yo'lni eplaymiz, uy ham eplaymiz, ish ham o'tirishda. Hamma. Biram zo'rmiz. Vosh eplaydigan odamni havas kelib ketar. Sandanam, mandanam, undanam, bundanam, bizdanam, zo'rdanam, qolar bu